Assalomu alaykum ustoz. Sizga katta rahmat aytmoqchiman. Birinchi bo'lib, sizni bergan bilimlaringiz tufayli ancha yaxshi holatga keldim. Birinchi aytmoqchi bo'lgan narsam, qattiq ahvolim yomon edi. Uxlay olmas edim. Uxlasam ham qattiq vahima bilan turib ketardim. Yopishqoq fikrlar, negativ xayollar, kuni bo'yi qachon qayerda kasal bo'lib qolaman degan o'y-xayollar meni tark etmasdi hech qachon. Umuman 3 yil mobaynida shunaqa kasal bo'lib o'tganman. Uyqum 3 yil o'tgan bo'lsa, o'sha 3 yil umuman uyqum tinch bo'lmagan. Menga o'xshagan kasallar bormikin o'zi, bormagan joyim qolmagan. Menga o'xshagan kasallar bormikin o'zi deb o'ylardim, lekin umuman ko'rmaganmiz deyishardi doktorlar. Sizga o'xshagan kasal ko'rmaganmiz, u bu deb aytishardi. Keyin umuman umidsizlikka tushib qolgandim, turli xil dorilarni ichib foydasi bo'lmasdan. Keyin bir kuni shu Instagram ko'rib o'tirganimda Reels'dan chiqib qoldingiz. Xuddi meni holatim ko'chada ketayotgan payti o'zingiz ishlagansiz. O'sha videoni ham ko'chada ketayotgan payti mazasi qochadi, o'zidan o'zi sababsiz xuruj bo'lib, nafas qaytib, nafas ola olmasdan yurak, xullas taxikardiya, shunaqa kasallik bu mazasi qochadi. Keyin xuddi o'zim holatimni ko'rganman, chunki ko'chada ketayotgan paytim mazam qochib qolardi o'zidan o'zi. Xullas, keyin kurslaringizni dekabrda boshlaganmiz. O'sha kurslardan keyin 15 kun, uzog'i 10 kun ichida natija olishni boshlaganman. Tiniq uxlashni boshladim. Yopishqoq xayollar ketdi o'z-o'zidan, bilimlar tufayli, o'zini anglash tufayli o'sha narsalar yordam berdi. Texnikalarni o'zi yordam berdi. Hammasi sizni yo'nalishlaringiz, boshqa psixoterapevtlarda, psixologlarning o'zida bunaqa yo'nalishni umuman ko'rmaganman. Hozirgi ahvolim ancha yaxshi, Xudoga shukr. Endi keyingi potoklarni ham qatnashishni xohlayman, chunki ancha foyda oldim. Yopishqoq xayollar ketgan, uyqular joyiga tushgan, sog'lom hayotga qaytganman. Umidlarim o'zgargan, dunyoqarashlarim o'zgargan. Sizga kattakon rahmat aytmoqchiman.